Assalomu alaykum, hurmatli sirdaryoliklar. Omonmisiz? Siz bilan Adabiy Guring ko'rsatuvida yana bir bor diydorlashib turibmiz. Xabaringiz bor, o'tgan safardan buyon siz bilan ko'rsatuv doirasida kitoblar muhokamasiga alohida to'xtalmoqdamiz. Ko'rsatuvimizning o'tgan galgi sonida buyuk o'zbek yozuvchisi, o'zbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini talabalarimiz, professor ustozlarimiz bilan birgalikda muhokama qilgan edik. Bugun ana shu an'anaga sodiq qolgan holatda faqat yo'nalishni biroz o'zgartirib, jahon adabiyotiga oid bir asarni muhokama qilamiz. Bu asar Jek Londonning Oq so'yloq asaridir. Bugun ko'rsatuvimizda Guliston davlat universitetining o'zbek adabiyotshunosligi kafedrasi professor o'qituvchilari, shuningdek universitetimizdagi turli fakultetlardan yig'ilgan kitobxon talabalar jamlanishgan va o'zlarining fikrlarini ilgari surishmoqda va men bevosita savol bilan ustoz sizga yuzlanmoqchiman. Bizni ustozimiz dotsent Gulchehra opa Qo'yliyeva hisoblanadilar. Ustoz, umuman olganda Jek Londonning ijodiyoti haqida, ayniqsa mana shu Oq so'yloq asarini uning bir adabiy faoliyatidagi tutgan o'rni haqida suhbatlashsak. Rahmat. Mana shu hurmatli tinglovchilar, hurmatli talabalar, bugungi guringimizda mana shu Amerika yozuvchisi Jek Londonning Oq so'yloq qissasi bizda Rossiyada va bizda qissa deyiladi. Bu Amerikada roman deb yuritiladi. Mana shu asar qaysi janrga tegishli bo'lishidan qat'iy nazar u bizga yetib kelgan va bizga bir necha bor tarjima qilingan. Olim otaxon tarjimasida biz ko'proq o'qiganmiz va bu asarning nima uchun o'zbek kitobxonlariga sevimli ekanligi, nima uchun o'zbek ko'proq o'rta yosh bolalarga ya'niki hayotga endi kirib kelayotgan yoshlarga bu asarning o'qilishi umuman hammaga, masalan o'zim ham hozir o'qisam shu asarni yana qaytadan o'sha holatga tushaman, o'qigan holatga, avvalgi o'qigan holatga tushaman. Chunki bu asarning bosh qahramoni nima? O'sha oq so'yloq, ya'ni oppoq tishlari nima? Juda o'tkirligi, o'sha oppoq tishlar bilan ajralib turadi bu. Va o'sha hamma hujumda, jangga kirganda, tashlanganda dushmanga o'sha oppoq tishlari unga eng birinchi yordam ko'rsatuvchi sifatida va o'sha nom bilan unga shunaqa deb nom qo'yiladi. Oq so'yloq, ya'ni o'rchada belly click deyilgan, ya'ni eng katta tishlar, ikki tomonda eng katta tishlar. Va bu asarni yoritganda Jek London nimaga murojaat? Jek Londonning bitta har bir yozuvchining o'ziga xos xususiyati bo'ladi asar yozganda. Bunda Jek London ko'proq o'sha tabiatni juda yaxshi bilganligi, naturalizmga xos belgilar ko'p asarda, realizmga yondashgan va realizm asosida yozgan bosadi va yana o'sha tabiatdagi jonzotlar, insondan tashqari hayvonni shunchalar o'rganganki, bo'rini. Buni bitta bu asarda emas, uning avvalgi Hayotga muhabbat asarida ham orqasida ergashib kelgan bo'rini, yarador bo'rini, kasalmand bo'rini qanday chiroyli tasvirlagan. Qanday chiroyli tasvirlagan bo'lsa, unda bu asarda esa unga qarama-qarshi bo'lgan eng nima deb desak, jangovar, yovuz, yirtqich deymizmi? Ana shunday bo'rini. Lekin bunda bu bo'rida edi ko'proq bu bo'riga insonning mehr muhabbati oshadi. Nimagaki bu bo'ri shunchalar aqlliki, do'st va dushmanni yaxshi farqlaydi. Va o'sha insonga kerak bo'lsa yaxshi insonlarni biladi va yaxshi insonga yordamga keladi kerak paytda. Chunki buning anaqasida vujudida it ona tomonidan itlik, ota tomonidan esa bo'rilik anaqasi kuchli. Shuning uchun ham bu asardagi Oq so'yloq asarning bosh qahramoni. Undan keyin uning egalari, 3 ta egasi, qo'lma-qo'l o'tgan egalari va asarning oxirida ham bu Oq so'yloqning jasorati, vafodorligi, egasiga vafodorligi, egasiga yomonlik qilmasligi, umuman yaxshi inson bilan yomonni farqiga borishi. Men mana shu bo'rilarning hayotdagi insonlardan ham ko'ra kuchliroq mehr muhabbatni, insonlardan ham kuchli bo'lgan sadoqatni, shafqatni, kerak bo'lganda isyonkorlikni, kerak bo'lganda shafqatsizlikni mana shu bo'ri obrazida juda chiroyli ochib bergan yozuvchi Jek London. Va bu asar hozirgi kunda ham eng dolzarb. Nima uchun jahon adabiyot durdonalari haligacha saqlanadi? Haligacha o'qishga tavsiya beriladi. Demak, bu asar har kunimizda dolzarbligini, har kunimizda hammamiz uchun, nafaqat yoshlar uchun demoqchi emasman. O'zimiz uchun ham bu insonda kurashchanlikni, insonda olg'a intilishni, insonda nima desam bo'ladi? Hayotga muhabbatni va insonda mana shu kurashchanlikni yana ham o'stirib borishni nima qiladi? Nima desam bo'ladi? Eng asosiysi chekinmaslikni
olg'a intilishni ko'rsatib beruvchi asarni yozgan. Jek Londonning barcha asarlari shunday sevimli asarlardir. Oqso'yloq esa alohida e'tiborga loyiq deb aytaman. Ustoz, mana bevosita biz kitobxonlar ko'p kitoblar o'qishadi mana talabalarimiz ham. Juda ko'p kitoblarda, asosan kitoblarda insonlarning his-tuyg'ulari, insonlarning ichidan kechayotgan kechinmalar ilgari surilsa, biz guvoh bo'lamizki, asarni o'qish orqali bu yerda bu asarda hayvonning ichidan o'tayotgan tuyg'ular, agar aytish haqli bo'lsa, tuyg'ularni tasvirlab beradi-da. Buning uchun men o'ylaymanki, Jek Londonda alohida kuzatish mahorati, asarni o'sha qahramonni baholay va uni kitobxonga taqdim eta olish mahorati ustun bo'lsa kerak. Umuman olganda Jek Londonning o'sha ijodkor sifatidagi mahorati haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Demak, Jek London boyagiday birinchidan bu inglizlar o'sha yerga Kaliforniyaga borib o'rnashdi, Shimoliy Amerikaga borib o'rnashgandan keyin u yerda nima uchun borishdi? Ular o'sha oltin qonuni, oltin vasvasasi bo'lgan bir paytlar Yevropada va hamma o'sha sanoatlar ham to'xtab qolib, hamma oltin izlash bilan band bo'lgan, oltin olib kelib va o'sha yerda qolib ketishgan va o'sha hindularning yerida qolib ketishdi. Va shunchalar o'rganganki, demak, men o'zimcha o'ylayman, Jek Londonning avlodlari ham o'sha inglizlar avlodidan hisoblanadi va oltin izlovchilarning avlodi hisoblanadi. O'sha bo'lib o'tgan voqealar, o'sha yerda tarixiy voqea bo'lgandirki, buni o'sha asariga nima qilyapti? Qahramon qilib olyapti. Demak, Jek London ham o'sha joylarda yashab, hayvonot dunyosini shunchalar o'rganganligini, bo'rilarning hayotini, asosan bo'rilarning hayotini shunchalar o'rganganligi. Demak, bo'rining boya siz aytganday ichki dunyosini, uning psixologiyasini, uning o'y kechimlarini, uning xuddi insonday fikrlar, insondan ham kuchli fikrlaydi ba'zi joylarda. Demak, fikrlashini hammasini mujassam qilib Oqso'yloq asarida, Oqso'yloq obraziga yig'ib bera olgan. Va tabiatning tasviri, tabiatning, bo'rilarning o'sha tabiatdan ajralmasligi, unga xalaqit berishi insonlarning xuddi bu jahon adabiyotining durdonasi sanalishi bejiz emas. Chunki hayvoniy xislatlarni o'rganish, hayvondagi xislatlarni o'rganish hamma yozuvchiga ham emas, hamma insonga ham emas. Va shuning uchun ham bu Oqso'yloq asari, Oqso'yloq obrazi juda ham sevimli. Garchi bo'ri bo'lsa-da, u sevimli obraz hisoblanadi bizga. Rahmat ustoz. Hurmatli teletomoshabinlar, bizning ko'rsatuvimizda yana bir ustoz, tadqiqotchilarimizdan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Sevara opa Babayeva ham ishtirok etmoqdalar. Sevara opa, keling. Yosh pedagoglar toifasidan shu Oqso'yloq haqida siz o'zingizning fikrlaringizni, umuman olganda asar haqida men o'ylaymanki, bu asarni o'rta yosh qatlam boshqacha muhokama qiladi, yoshlar boshqacha, talabalar boshqacha muhokama qiladi. Umuman olganda fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Jek Londonning Oqso'yloq asari juda ham o'ziga xos bir uslubda yaratilgan asarlardan biri hisoblanadi. Bu asarning umumiy mavzusiga keladigan bo'lsak, asar mana shu Oqso'yloq, ya'ni ota tomonidan bo'ri, ona tomonidan esa it bo'lgan o'sha bir hayvonning ruhiy yolg'izligi haqida deb aytishimiz mumkin. Negaki u o'zi itlar oilasida, ya'ni insonlarning qo'lida parvarish qilinayotgan itlar oilasida tug'ilsa ham, u o'zini aka-ukalaridan tashqi ko'rinishi bilan ham, xarakteri jihatidan ham ajralib turadi. Ya'ni u ko'rinishi kulrang bo'ladida va boshqa aka-ukalaridan ajralib turadi. Xuddi bo'riga o'xshab turadi. Lekin u bo'rilarning oldiga ham bora olmaydi. Sababi u itlarning oilasida tug'ilgan va o'sha muhitda yashab katta bo'lyapti. Ya'ni u itlar orasida ham, bo'rilar orasida ham o'zini yolg'iz his qiladi va o'ziga xos bo'lgan muhitni yarata olmaydi. Va bundan tashqari uni ruhiyatidagi o'sha bo'shliqlarni paydo bo'lishida uni o'sha bolaligida onasidan ayrilishi juda ham katta ruhiy zarba beradi va onasidan ayrilgandan keyin o'sha oradan ma'lum bir muddat o'tganda onasini topgan vaqtida unga talpinadi, lekin onasi uni o'zidan itarishga harakat qiladi. Sababi uni boshqa farzandlari bo'ladi va endi u Oqso'yloqqa hech qanday bir muhtojligi bo'lmaydi. Va bundan tashqari ikkinchi ayriliq uni o'sha birinchi xo'jayinidan ayrilishi, ya'ni Greydan ayrilish hodisasi unga yana ham katta ruhiy zarba beradi va nihoyat oxirgisi o'sha uni eng mehribon xo'jayinlardan biri bo'lgan Uiden Skottdan ham ayrilish voqeasi tasvirlanadi. Va o'sha holatlarda Oqso'yloqning ruhiy holati, psixologik holati yozuvchi tomonidan o'ta mahorat bilan tasvirlanadi va undagi ichki his-tuyg'ular ustozimiz aytgandek insonlardan ham
hattoki bunday bir xususiyatlar yo'qda. Hozirgi kunda ayniqsa ko'pchilik insonlarda bunday nozik his-tuyg'u, kechinmalar, sadoqat tuyg'usi, hattoki mana shu hayvonchalik ham qolmagan deb aytishimiz mumkin va bu mana shu jihatlari bilan bu asar bizda bugungi kunda har bir yoshlarga yoki har qanday yoshdagi insonlarga o'rnak bo'ladigan asar deb aytishimiz mumkin. Demak, yozuvchining badiiy mahorati ham bu asarda asosan psixologik matnlarni, ya'ni psixopoetik matnlarning tasvirida yaqqol ko'rinib turadi. Rahmat Sevara opa fikrlar uchun. Albatta, bugungi kunda men o'ylaymanki, Guliston davlat universitetining filologiya fakulteti talabalari ham bu asarni sevib mutolaa qilishyapti. Umuman olganda o'zingizni faoliyatingiz, o'sha dars jarayonida ham Jek Londonning asarlariga, ijodiyotiga to'xtalasizmi? Albatta, biz asosan birinchi kurs, ya'ni birinchi bosqich talabalariga jahon adabiyoti fanidan dars o'tamiz va mana shu fan doirasida Amerika yozuvchilari, xususan Jek Londonning ijodi bilan ham albatta talabalar bilan birgalikda yaqindan tanishib boramiz. Umuman Jek Londonning ijodiga e'tibor beradigan bo'lsak, uni eng mashhur asarlari, ya'ni Hayotga muhabbat, Oqso'yloq yoki Martin Eden asarlarini oladigan bo'lsak, ularni deyarli barchasida ko'proq yuqorida ustozimiz ta'kidlagan tabiat tasviri yetakchilik qiladi. Ya'ni Jek London faqatgina insonlarning ruhiyati bilan emas, balkim tabiatdagi barcha hodisalar, barcha jonzotlar bilan juda ham yaqindan tanish va shunchalik uni sinchkov ekanligini ko'rishimiz mumkinki, u har bir mayda detallargacha e'tibor beradi va o'sha asarlarida o'sha har bir detallarni juda ham sinchkovlik bilan tasvirlashga harakat qiladi. Rahmat ustoz katta. Endi keling, bevosita talabalarimizning o'ziga ham murojaat qilsak. Men o'ylaymanki, talabalarimizda ham bu asar bo'yicha juda chiroyli fikrlar mavjud. Jek Londonning Oqso'yloq asari xuddi tabiat bilan hamohang tarzda o'rgangan, haqiqatdan ham hayvonlarni xuddi hayvonlar bilan shug'ullanuvchi doktorlardan ham yaxshiroq o'rgangan. Doktorlar faqatgina uning immuniteti yoki tashqi ko'rinishi bilan shug'ullansa, Jek London ayni ichki hissiyotlari bilan shug'ullanadi. Ayni Ernest Seton Thompsonni biz hayvonlar bilan haqiqiy o'rgangan, u haqida yoza oladigan yozuvchi deb olsak, xuddi Jek London ham uning izidan ketgan yoki bo'lmasa ular bir-biriga uyqash tarzda ijod qilgandek ko'rinadi. Oqso'yloq asarida hayvonlarning bir qaraganda haqiqiy hayvonlarda uchraydigan holatlar insonlarda uchramaydi yoki bo'lmasam sadoqat timsoli insonlarda ham uchrashi kerak. Mana shunday fikrlar, his-tuyg'ular bo'ladi yoki bo'lmasam qo'rqmaslik, jasorat yoki bo'lmasam xuddi shu kabi hislatlarni inson ham o'zida anglashi kerak va oq ko'ngillikni ham ular ayni niyatni juda ham yomon ko'radi. Masalan, Skottning yonida yurganing uchun va undan tashqari bo'lgan holatlarda ham insonlarga nisbatan qo'rqinchli fikrlari, yaxshi va yomonni ajrata olishlari va shu kabi yomon insonlarga ham yomon munosabatda bo'lish va ularni qaysidir unga bo'lgan munosabatini sezish orqali o'zini yaxshi tomonga o'zgartirishini ham xohlagandek bo'ladi. Asarning boshida ham ko'rishimiz mumkin, faqatgina Oqso'yloq emas, Oqso'yloqning tug'ilguniga qadar bo'lgan voqealarni, ya'ni ular Bill va Genri o'zining do'stini, nobud bo'lgan kishini tobutda olib kelyapti-yu, ammo uning nobud bo'lganiga bir achinish yo'q, his-tuyg'u yo'q va uning nobud bo'lgandan, halok bo'lgandan bir o'zida qo'rqinch yo'q. Faqatgina o'zining hayotini o'ylashyapti va bo'rilar qurshovidan chiqib ketish, qo'ldan chiqib ketayotgan qaysidir ma'noda o'zining hayotini saqlab qolish kerak bo'lgan itlardan ajralib qolayotganligini va ularning ketayotganligida ham ko'rish mumkin. Asarning boshida birinchi fet it chiqib ketadi. Ya'ni shu itning chiqib ketishi bilan odamlar boshlaydiki, bu it aslida yaxshi emas edi. Men bilardim shuni chiqib ketishini. Bu juda ham yomonlashadi. Ayni shu odatlarni insonda haqiqatdan ham borligi, ya'ni o'zi yo'qning ko'zi yo'q degan maqola asosida ketganning orqasidan yomonlashni boshlaydi va undan keyingisi Frog iti chiqib ketganda u ham qochibdi deydi. Ya'ni yamlamay yutishdi. U qo'rqoq edi desa, Frog o'zi jasur va mard bo'lganligi uchun ham lekin uni qochib ketdi dedi. Ya'ni uni bo'rilar unga tashlana olishmasligini, bo'rilarning kuchi yetmasligini bilardi va boshqacha yondashyapti. Ya'ni insonlarning har xil toifadagi kishilarga har xil munosabatda bo'lishi. Masalan, yaxshi odam sizga yomonlik qilsa, u haqida juda ham yomonlaysiz, lekin uning mardligini bilasiz. Yomon odamlar sizga yomonlik qilsa, ya'ni sust kishilar bo'lsa, unga haqiqatdan ham eng past nazar bilan qaraydi va eng past fikrlarni aytib o'tadi va ayni shu holatlarni ham
ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni bundan nima demoqchimiz? Oqso'yloq asarida faqatgina oqso'yloqning mardligi, jasurligi emas va shu fikr asosiga, tubiga, zamiriga qadab boryaptiki, insonlardagi eng yomon illatlar ko'zga tashlanishi kerak, shulardan qutulish kerak, shularni va tamom yo'q qilish kerak. Ya'ni shu odatlar insonda haqiqatan ham bor degan fikrni keltirib chiqaradi. Asarda Oqsoyloq ko'p azob uqubat ko'rganligi, ular jang qilish uchun majburlaganligi yoritib o'tiladi. Bu asarda asosan Oqsoyloqning oxirida uning sadoqati, mehr oqibati va o'ziga bo'lgan ishonchini ham ta'kidlab o'tadi. Bu asarda bundan tashqari onalik hissi har qanday kuchdan qudratli ekanligini, ya'ni o'sha har qanday mavjudot bolasi uchun o'zidan kuchli jonzot bilan ham urushishga, uni bolasi uchun jon taslim qilishiga majbur qilishini ham ta'kidlab o'tilgan. Bundan tashqari o'sha Oqsoyloq tug'ilgunigacha bo'lgan voqealarda o'ylamay ish qilishlik og'ir oqibatlarga olib kelishi ham tasvirlab o'tilgan. Ya'ni Billning oxirini o'ylamay ish qilganligi, miltig'ida 3 ta o'qi bo'la turib o'zining itini qutqarmoqchi bo'lib, o'sha itning orqasidan borib 3 ta o'qning yetmasligini bilib turib orqasidan borgan. Ya'ni o'zini bilib turib jar yoqasiga borib o'zini tashlaganday tasvirlangan. Keyin bu asarda Oqsoyloqni xuddiki o'spirinlarday tasvirlangan. Ya'ni o'spirinlar o'sha tashqi atrofdagi odamlarning unga bo'lgan munosabatlari orqasidan u ancha psixologik jihatdan ancha singan bo'ladi. Lekin oxir oqibatda bu kechinmalarni mehr, inson tarafidan berilgan mehr va unga bo'lgan ishonchni har qanday yovvoyi mavjudotga berilsa ham bu mehr oxirida o'z yaxshi yakun topgan deb hisoblasak bo'ladi. Undan yana bir muhim e'tibor qaratgan jihatimiz shundan iboratki, Oqsoyloqda dastlab 5 ta aka-ukasi bo'ladi. Keyinchalik esa ular ochlik natijasida o'lib ketishadi, ya'ni halok bo'lishadi. Oqsoyloq o'zigina tirik qoladi. Ya'ni u nima uchun qonda bittagina u bo'riga o'xshaganligi uchun hamda uning qonida shu bo'rilar qonini haqiqatan ham oqayotganligini ko'rsatib bergan. Keyin u bir kakuyasiga tushib ketganda kakuyasidagi polaponlarni nobud qiladi, ya'ni ularni yeydi. O'shanda u ajoyib bir tabiat qonunini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tabiatda shunday qonun bor, haqiqatan yo o'lja bo'lasan, yo o'ljani ushlaysan. Qoidasi bor. Aynan mana shunga amal qilgan holatda Oqsoyloq ham aynan yoshlik davrida shuni tushunib yetadi. Har bir insonni birorta asar o'qiydigan bo'lsak, masalan, hozir hammamiz bitta asarni muhokama qilyapmiz, lekin bitta asarni o'qigan bo'lsak ham har bitta insonni o'zini qarashlari bo'ladi. Ya'ni hech kim bir xil fikrlamaydi. Ya'ni hammani o'zini fikri bo'ladi. Men ham o'zimning fikrimni bildirmoqchiman. Jack Londonning mana shu Oqsoyloq asarini o'qiganimda hayolimga birinchi bo'lib Chingiz Aytmatovning Qiyomat romani esimga keldi, chunki men bu narsa esimga kelishining sababi chunki Oqsoyloqdan oldin men Qiyomat romanini o'qiganman-da. Esimga kelishiga sabab shu bo'ldi. Ya'ni bo'rilarning hayotini ochib berish to'g'risida. Ya'ni ko'p asarlarda yuqorida aytilib o'tilgan fikr bor, ya'ni insonlarning hayoti ko'proq ochib beriladi deyiladi. Lekin mana shu hayvonlarni hayotini ochib berishda ham o'zgacha usul bo'lgan. Ya'ni kerak bo'lsa insonlarning hayotini ta'riflashdan ko'ra mana shu hayvonlarni hayotini ta'riflash biz uchun qiziqroq bo'ladi. Ya'ni shunaqangi darajada chiroyli tasvirlanganki, mahorat bilan tasvirlangan, inson beixtiyor o'sha davrda, o'sha sovuq o'lkalarda -50 daraja sovuqlikdagi yerda yashayotgandek o'zini his qiladi. Bu yozuvchining o'zini mahoratidan. Bu asarni mohiyati shundan iboratki, mening tushunishim bo'yicha bu har bitta hayvon bo'ladimi yoki inson bo'ladimi, uning fe'l-atvorini, xarakterini o'zgarishiga uning yon atrofidagi insonlar yoki yon atrofidagi jamiyat sababchi bo'ladi. Chunki u bo'ri hamda itning oilasida tug'ildi. Ya'ni u it desak it emas, bo'ri desak bo'ri emas. Ya'ni o'rtadagi bir jonzot bo'layapti va uni it qilib asrab olyapti Grey. Ya'ni hindu asrab olgandan keyin hinduning o'ziga yarasha xarakterlari ham mana shu Oqsoyloqning xarakteriga o'tadi. Undan keyin esa Xushro'y Smith, ya'ni tarjimada Beauty Smith ekan. O'zim tarjimasini ham ko'rdim. Chiroyli Smith deb tarjima qilingan. U Greyga nisbatan uning 3-egasi
uchinchi egasiga nisbatan, Skottga nisbatan vahshiyroq bo'ladi. Ya'ni u o'zini manfaati uchun hayvonni urushtirib, ko'proq vahshiyligi ham aynan o'sha egasi Xushro'y Smitdan unga vahshiylik, ya'ni urushqoqlik o'sha egasidan o'tyapti. Undan keyin esa uchinchi egasi Winston Skott esa unga mehr ko'rsatyapti va bu o'sha mehr oqso'yloqqa ham o'tyapti. Ya'ni inson bir-biriga mehr bersa, boshqa inson ham unga mehrli bo'ladi. Hattoki o'sha hayvonga ham mehr bersangiz, sizga mehrli bo'ladi degan narsani tushunishimiz mumkin. Mana shu mohiyati shu deb o'yladim. Chunki baribir har bitta asarning yozilishidan nimadir maqsad yoki o'quvchiga tushuntirish uchun qandaydir maqsad bo'ladi asarni. Meni tushunishim bo'yicha bu hayot uchun kurash va insonning yoki har bitta jonzotning xarakterida yoki o'zligini anglash uchun albatta uning jamiyati, yonida atrofidagi insonlarni o'rni beqiyos deb o'ylayman. Jek London oqso'loq asariga keladigan bo'lsak, rostdan ham juda ham keng mavzuda yoritilgan deb o'ylayman. Sodiqlik, o'sha birinchi egasi sotib yuborganda ham qayta-qayta qaytib kelishi, ikkinchi egasi bilan bo'lgan qanaqadir bir-biriga iliq munosabat, uchinchi egasida esa vahshiylik bilan javob qaytarganliklarini ko'rishimiz mumkin. Men sizga savol bilan yuzlamoqchiman. O'sha 3 ta egasidan har bittasidan har xil muomalada o'zgargan, to'g'rimi? Aynan o'sha uchinchi egasi unga qanaqadir salbiy muomalaga nisbatan o'zgarish bildirganmi deb savol bermoqchiman-da sizga. Uchinchi egasi, ya'ni siz Winston Skottni aytmoqchimisiz? Skott uni mana ikkinchi egasi Xushro'y Smit itlarni urushtirayotgan paytda uni boshida uni bitta it bilan urushtiradi. Uni hamma itlarni urushib yutavergandan keyin u bilan qoniqmay qoladi. Unga hattoki boshqa hayvonlarni ham urishtiradi. Bo'rilar to'dasiga tashlaydi va oxirida buldog itiga tashlaganda iti yutqazayotgan paytda alam qiladi unga. Shuncha itlarni yutib, bunga yutqazyapti deb alamini o'sha itdan oladiki, it uni bo'ynidan tishlab turgan paytda, ya'ni buldog it oqso'yloqni bo'ynidan tishlab turgan paytda kamiga kelib o'sha Xushro'y Smit uni kelib tepadi va bunga chiday olmagan Winston Skott o'sha itni jahli chiqqanidan sotib oladi, $150 berib sotib oladi, unga mehr ko'rsatadi va o'sha mehrga javoban oqso'yloq uning hayotini saqlab qoladi. Men ham bu asar haqida o'zimning fikrimni bildiradigan bo'lsam, men ham bu asarni o'qiganimda bunaqa taassurot olaman deb o'ylamagan edim. Hozirgi kunda ayrim yozuvchilar insonning xarakteri, insonning his kechinmalarini yoritib bera olmagan bir davrda Oqso'yloq asarida oddiy itning hissiyotlari juda ham chiroyli yoritib berilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Yana bu hozirgi davrdagi insonlar o'sha itdan o'rnak olsa bo'ladigan darajada yozilgan, chunki bu yerda egasiga sadoqat juda chiroyli tasvirlangan. Itlarni urushtirish mavzusiga keladigan bo'lsak, insonlar vahshiylarcha itlarni bir-biri bilan urushtirganda it sadoqat bilan ularga javob qaytaradi. Har safar shu sadoqat bilan javob qaytarganini ko'rishimiz mumkin. Bu ham asarda juda ham chiroyli ta'riflangan desak, to'g'ri bo'ladi. Mening qisqacha fikrim shulardan iborat. Hurmatli ishtirokchilar, mana bevosita oqso'yloq haqida imkon qadar fikrlarimizni bildiryapmiz. Kelinglar, yana bir jihatiga to'xtaladigan bo'lsak. Bu asarda bizni eng g'azablantiradigan obrazlar bor. Bizni xursand qiladigan obrazlar bor. Biz yoqtiradigan obrazlar bor. Masalan, Xushro'y Smitni bu yerdagi hech kim yoqlamasa kerak. Yoqlaydiganlar ham bor. Marhamat. Xushro'y Smit haqiqatan ham asarda nisbatan qora, ya'ni yovuz obraz qilib tasvirlangan bo'ladi, lekin bu Xushro'y Smitning ham bu asarda muhim jihatlari bor. Ya'ni oqso'yloqni urushtiradi. Shu urushtirish orqasidan unga juda ham katta foyda keladi. Ya'ni eng kuchli itga aylanadi keyinchalik oxirgi xo'jayinni ko'rayotgan bo'lsa, xo'jayinda hayotini qutqarib qoladi. Ya'ni o'sha davrda eng tuzalmas deb hisoblangan 50 yil jazo berilgan odamga 3 marta qamalgan insonni shu egasini o'ldirmoqchi bo'lib kirgan paytda, uyga bosib kirgan paytda uni bo'g'zini olib, bo'g'zini sindirib o'ldiradi. O'ldirishda ham shu unga nima yordam beradi? Oldingi davrda itlarni qayta urishib, o'zining tajribasini oshirish bunga yordam beradi. Mana shu jihatlarga Xushro'y Smit uning shu hayotda muhim rol o'ynaydi. Oqso'yloqda aynan mana shu urushtirish orqasidan u kuchayib boradi. Mana shu kuchi keyinchalik uning hayoti davomida foyda beradi.
Hozir siz aytyapsizki, oqso'yloqning kuchini yanada oshirishga yordam beradi demoqchisiz, lekin uning boshqa tarafidan qaraydigan bo'lsak, uning g'azabini oshirishga, ya'ni vahshiylashishiga ham bu sababchi bo'ladi. Ya'ni uning keyingi 3-egasi bo'lgan Skottga nisbatan ishonch tuyg'usini oshirish biroz qiyinroq bo'ladi. Ya'ni u undan avvalgi egasidan ko'rgan azob-uqubatlarni bu egasidan ham olishdan qo'rqadi. Ya'ni Skott unga qo'lini olib borayotganda tishlab oladi. U qo'rqadiki, mana shu qo'l meni yana uradi. Bu Skottda shunday refleksni paydo qiladi. Tayoq yoki miltiqni ko'rsa, u qo'rqadigan, ya'ni irillaydigan bo'ladi. Ya'ni o'sha qurolga nisbatan o'zini vahshiy qilib tutoq qilib ketadi. Albatta u hozirgi hayotimizda ham ko'rishimiz mumkin, nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechish kerak. Bu hayot qonuni. Haqiqatan u kuchga erishish uchun ma'lum bir ishonch tuyg'usidan voz kechgan deb qarashimiz mumkin. Ya'ni aynan shuning natijasi kuchayib borgan. Ya'ni hozirgi kunda ham ko'rishimiz mumkin, nimagadir erishish uchun sportchilarimiz biron kuchga maqsadga erishish uchun o'z vaqtidan kechadi, o'z xohishlaridan kechadi, turli xohishlaridan kechadi, har xil joylarga boshlaridan kechadi. Aynan mana shuni ham shu kitobda ko'rishimiz mumkin o'sha davrdagi misolida. Ya'ni o'sha davrda ham Xushroy Smit o'sha nimagadir erishish maqsadida shu o'zini vatanidan Angliyadan kelib, shu Amerikada yashash boshlagan bo'ladi, Kanadada. Hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli kitobxonlar, bu yerda bevosita universitetimizning eng yaxshi kitobxoni teletanlovida ishtirok etgan talabalarimiz ham ishtirok etyapti, qatnashyapti. Men shu o'rinda o'sha tanlovda Yoshlar ittifoqi tomonidan o'tkazilgan loyihada birinchi o'rinni egallagan kitobxonimizga yuzlanmoqchiman. Turg'unoy. Mana shu asarda meni bir narsa e'tiborimni tortadi-da. Jek London vahshiy obrazni, yaramas obrazni, qaysidir ma'noda kitobxonda salbiy his-tuyg'ularni qo'zg'atadigan obrazni, salbiy taassurotlarni uyg'otadigan obrazni, ya'ni Xushroy Smitni Xushroy deb tasvirlaganda. Xushroy degani o'zi bizda ma'nosi chiroyli degani boshqa degan, lekin shunday odamga chiroyli deyish mumkinmi? Bevosita mana shu yerda ham nimadirgadir ishoralar bor menimcha. Marhamat. Asarda boya shoir aytib o'tdi, haqiqatan ham biron bir g'oya yoki maqsad bo'ladi. Ayni shu g'oyani yozuvchining o'zining uslubi bo'ladi, ya'ni yetkazib berish. Ba'zilar aniq ochiq oydin aytib qo'ya qolsa, didaktik asar sifatida, ba'zilar esa uni qandaydir qog'ozlarga o'rab yoki jimjimador so'zlar bilan aytib o'tadi. Ayni mana shu Xushroy Smit degani qandaydir ishoraviy ism sifatida qabul qilishimiz mumkin. Uning fe'liga nisbatan emas, ya'ni oqso'yloq, masalan, oqso'yloqni uni tishiga aynan ochiq oydin ko'rinib turgan belgi sifatida aytib o'tgan bo'lsa, Xushroy Smitda qandaydir yashirincha yoki teskari ma'noda o'quvchi aynan fikrlashini xohlayapti yozuvchi. Nimaniki, bu Xushroy Smit nega endi ismga yoki o'zining xatti-harakati bilan, o'zining ismi yoki tashqi ko'rinishi bilan ichki olami bir-biriga to'g'ri kelmasligini inson tushunishi kerak, ya'ni ko'rishi kerak, bilishi kerak. Qurbonali aytib o'tgandek, oqso'yloqning mard, jasur yoki bo'lmasam Skottni yoki undan oldingi egasini qutqarish darajasiga aynan Xushroy Smit sababchi bo'ldi dedi. Lekin uning vahshiylashib ketishiga, o'ta darajada vahshiylashib ketishiga ham aynan Xushroy Smit sabab bo'ldi. Ya'ni Xushroy Smit ya'ni o'zining ismiga mos tarzda ikkala xislatni ham, uning jasurligini xohlagan bo'lsa, mayli jasurligini xohlasin, lekin bu darajada qiynash shart emas edi. Uning qandaydir oqso'loq unga bo'lgan mehrni sezganda faqatgina yovuzlashib ketavermas yoki bo'lmasam shu mehr, kichkinagina mehr tufayli juda ham darajada taltayib yoki bo'lmasam qo'rqoq yoki juda ham sus hayvon bo'lib qolmasdi. U juda ham aqlli, ongli hayvon ediki, har bir narsani tushunardi. Masalan, hozir biz bilyapmiz, faqatgina bosim ustida katta bo'lgan inson, faqatgina bosim, hech qanday bir hislatlarni o'zida qabul qilmaydi. Birovning kichkina so'zini ham eshitgandan so'ng, aynan o'sha kichkina so'z uchun ham erib ketadigan darajada taltayib ketishi mumkin. Lekin unga birgalikda qarshi holatda, masalan, inson ham yaxshi, ham yomon bo'lishi mumkin. Har xil fikrlarga har xil o'zining munosabatini bildirishi mumkin. Aynan shu holatda o'zini tuta oladigan bo'lib ketishiga ham shu holatlar sabab bo'ladi degan fikrdan, ya'ni Xushroy Smit ikkalasini ham birgalikda berish kerak edi deb o'ylayman. Oqso'yloq. Keling do'stlar, biroz Oqso'yloqning hayotidagi kulkili voqealarni ham eslaylik. Faqat qiyinchilik haqida gapiryapmiz. Esizdami? Uni xonaga qamab ketib, egalari kemada uyga qaytmoqchi bo'lishadi. Zo'r ta'riflashadi. O'sha yangi egalari ketayotganini tushunib yetadi. Yangi egalar yurtiga qaytib ketayotganligini tushunib, derazadan qochadi deyiladi. Hattoki deraza siniqlari qornida yirtiq qoldiradi deyiladi. O'sha og'riq bo'lsa ham egalari kemada yurganligida
it kemada aylanib yurganini ko'radi deydi-da. Egasi borligini ko'rdi, endi aylansa bo'ladi, bemalol atrofda aylansa bo'ladi deb tushunadi. Xotirjam joydaman deb o'ylaydi. Keyin yangi joyga kemada ko'chib borgandan keyin u yerda mashaqqat kamayib, yaxshi kunlar boshlanganligi uchun ta'riflanadi. Uni farzandlari bor deyiladi. U semirib ketganligi haqida gapiradi. Anchayin yaltirab, semirgan deb ta'riflanadi. Hayotidagi qiyinchiliklar va u erishgan narsalar, do'stlari. Uchinchi egasini men uchinchi egasi deb ta'riflamagan bo'lardim. Uni haqiqiy do'sti deb ta'riflagan bo'lardim. Asosiy mazmuni shundan iborat. Rahmat, bevosita o'sha kulgili hodisalardan biri sifatida uni tovuqlar bilan bo'lgan munosabatni ham olishimiz mumkin, to'g'rimi? Oqsoyloqning hayotidagi kulgili voqealarga yana to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni o'sha uning yaqin do'sti deb ta'rifladi. Yaqin do'sti bo'lgan Uidon Skottning uyiga kelganda tovuqlarga bo'lgan hujumini aytib o'tsak bo'ladi. Ya'ni u tovuqlarni bo'g'izlaganda ularning oilasi jahli chiqadi. U bo'ldi, bu boshqa bir qonun tatib ko'rdim, yana yeyishga harakat qiladi deb aytadi. Lekin Uidon Skott shunda dadasiga aytadi, yo'q deydi. Bu joyda boshqacha narsani biz o'ylashimiz kerak. Oqsoyloqni o'sha tovuqlar katagiga qamab qo'yishimiz kerak degan fikrni bildirib o'tadi. Qurbonali aytib o'tdiki, o'sha Xushro'y Smitni unga yaxshi ta'sir qildi, ya'ni uni qo'rqmas bo'lishiga olib keldi dedi. Lekin o'sha kuchuklar bilan, itlar bilan urushtirgandan keyin unga yomon muomala qilish kerak emas edi. Agar xo'p, mayli, uni orqasidan manfaat pul olyapti, lekin o'sha urushtirgandan so'ng unga yaxshi muomalada bo'lib, uni parvarish qilganda yoki bo'lmasam buldog bilan urushtirgan paytda, buldog uni bo'ynini tishlab turgan paytda itni ajratib olish kerak edi. Uni tepib, battarda uni yerga urish kerak emas deb o'ylayman. Agar uni o'shani o'zini mehrini ko'rsatib, ajratib olganda, Oqsoyloqning ham mehri bo'lar edi Xushro'y Smitga nisbatan. Rahmat. Hurmatli kitobxonlar, ustozlar, bevosita aytishimiz mumkinki, bu asar haqida kitobxonlarimiz soatlab muhokama qilishi mumkin. Umuman olganda bugungi muhokamalardan ko'nglingiz to'layaptimi ustoz? Bularning ustozi sifatida va bir xulosaviy fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Bu asar mana shunchalar katta muhokamaga sabab bo'layotganligi, hamma o'qigan talabalarimizning buni qiziqish bilan o'qiganligi va unga talashib tortishlarda har birining gapida har bir o'zicha haq hozir. Chunki haqiqatan ham bu obraz, hozirgi Xushro'y Smit obrazi jamiki yaxshi insonlarga qarshi qo'yilgan salbiy obraz deyiladi. Lekin salbiy obrazning ham o'ziga xos jihati bor. Qurbonali aytganday yoki Turg'unov aytganday yoki bu shoir, boshqa talabalarimiz aytganday, hammasini o'z o'rni bor. Chunki asarning hayot bor ekan, bu kurashdan iborat. Mana shu kurashni salbiy va ijobiy obrazlar orqali yozuvchi chiroyli qilib yoritib bergan. Bunda mana shu Xushro'y Smit deganimiz boyagi aytganingizdek sarkazm, ya'ni kinoya ostida berilgan obraz, bu ham mana shu kitobxonlarni o'ziga jalb qiluvchi asar. Mana shu orqali hayotda, insonlarda ham, hayvonot dunyosida ham, demak, hayvonot insonning hayvon obrazida ham o'zida yaxshi va yomon xarakter bor. O'z-o'zidan Oqsoyloq esa unda hayvoniylik kuchli, ya'ni yirtqichlik, vahshiylik kuchli. Uning otasi bo'ri, onasi esa it. U shu darajada bo'lganda ham o'sha har bir insonga itoatkorligini biladi va ana shunday bo'lishga majbur bo'ladi. Bu yozilgan asardan va buning o'qigan talabalardan shunday chiroyli muhokamani men kutmagandim. Juda ham xursand bo'ldim. Yorqin bu anaqadan talabalarimizga yana ham ko'proq kitob o'qishni va shunday chiroyli fikrlashni, shunday mantiqiy fikrlashni, shunday har taraflama fikrlashni tilab qolardim. Bular juda ilg'or talabalar. Rahmat ustoz. Sevara opa, keling, sizning ham shu o'rinda xulosaviy fikrlaringizni tinglasak. Rahmat. Demak, bu yerda biz ko'proq yozuvchining badiiy mahorati haqida fikr yuritdik. Yana bundan tashqari mana shu muhokamalarga sabab bo'lgan obrazlarni kiritishdan yozuvchini o'zini badiiy niyati bo'ladi. Ya'ni o'sha asardan ko'zlagan badiiy niyatini amalga oshirish uchun u turli xil bir obrazlar, rang-barang obrazlardan foydalanishga harakat qiladi. Xuddi insonning hayoti har doim bir tekis ketmagandek, asardagi voqealar rivoji, umuman syujet, kompozitsiya ham hech qachon bir maromda ketishi mumkin emas. Ya'ni o'sha
yozuvchi o'zi ifodalamoqchi bo'lgan g'oyani turli xil rakurslardan ko'rsatishga harakat qiladi va mana shu obrazlar Xushro'y Smit obrazi ham yoki Grey va Skott obrazlari ham o'zini asarda o'rniga va yelkasida yuklangan vazifasiga ega va ular har biri mana shu asar uchun muhim bir ahamiyatga ega bo'lgan obrazlar hisoblanadi. Hurmatli teletomoshabinlar, qadrli muhokama ishtirokchilari. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Guliston davlat universiteti boshlang'ich tashkiloti tomonidan Sirdaryo viloyati teleradio kompaniyasi bilan hamkorlikda adabiy gurung ko'rsatuvi doirasida bir asar muhokamasi loyihasining tashkil etilishining zamirida bir niyat turibdi. Bu ham bo'lsa, bizning muhokamalarimiz, bizning fikrlarimiz orqali mana shu asarlarga bo'lgan sizning qiziqishingiz bir karra oshsa, ko'rsatuvdan keyin o'sha asarni topib bir varaqlab ko'ray, qani bir o'qib ko'ray degan niyat sizda paydo bo'lsa, biz o'zimizning maqsadimizga yetgan bo'lamiz va o'zimizni baxtiyor hisoblaymiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha sog', omon bo'ling.